Ayol kishi mehrni gadosi bo'ladi, shirin so'zni gadosi bo'ladi. Ayol kishi podarkani yaxshi ko'radi. Endi bunday o'ylasangiz, eri shirin so'zli bilan gapirmasa, mehr bermasa, podarka bermasa, u xotin bechora qatdan oladi podarka. Kim bilan romantika qilib o'tiradi? Kim bilan? Mana ayting. Islomda romantika bor. U Rasululloh davrlarida, u sunnatdan beri, o'sha islom paydo bo'lganda bor. Rasululloh alayhisalom qo'llari bilan ayollariga taom yedirardilar. Shu romantika bo'lmaydimi bu? Ha, bugun tizzalab uzib berishlikni romantika, lo'qlikni romantika deydi. Bu lo'qlik u. Bu xariblik u. Bu lattavoshlik u. Ko'pchilik ichida qiz bolaga tizzalaydi. Agar chumoq bo'lmasa agar.